Tezroq ishlamaysanmi? Kalyanimni tezlashtirib olib kelib ber. Xo'p, ming bor uzr, hozir olib kelaman. Senga joy yoqdimi, jonim? Ha, yoqdi. Ha, Zebo, nima bo'ldi kayfiyatingga? Bu xonaga yosh bolalar kelganmi? Ensamni qotirib, o'zlaridan bo'y o'tchan eshitgan. Sardor aka yoqmadi muomalasi. Sen ishingni qilavergin, men o'zim qarayman. Xo'p, ularga. Xo'p, bola. Aka, nima kamchiliklar bor? Aka, yarim soatdan oshib ketdi, ani qizingizga kalyan aytib edi. Olib kelib beringlar tezroq. Bo'ldi, aka, hozir olib kiraman. Ro'shan o'rtoq tuzuvmisan? Ha, o'rtoq tinchlikmi? No, men yeng karaoke ochdim, shuna Sergeli hokimiyatda oldida. O'shitga shunda akaga meni ukang kelyapti, bitta qiz bilan. Ja, o'zidan blatnoy yoqib olganim, unda bu narsa deb qo'y kelib. Bo'ldi. Hozir boraman o'rtoq. Xo'p. Ha, Sardor tinchlikmi o'rtoq? Va ikkinchi xonada ukang o'tiribdi. Qiz bilan kelyapti. Kirib bu narsa qilgan o'zing. Bo'ldi. Yaxshi jonga tegdi-yu bular. Olib kel kalyanni. Assalomu alaykum. Uzra, ozgina kech qolib ketdi. Mana kalyaningiz. Yana nima, bu narsa ichkilik olib keling, ichasizmi? Aka, bir minutga qarab olsangiz, sizga zo'r prizlarimiz bor edi. Tashqarida o'tiraman. Aka, men sizga hammasini tushuntirib beraman, aka. Nima qilsam o'tdi? O'tiruvdim, aka, o'rtog'im bilan gaplashib. Yana bir marta tepingmi? Katta bola bo'lib qoldingmi deyman-a? Tez chiqib mashinada kutib turaman, tushundingmi? O'rtoq, ming bor uzr, ukam uchun men uzr so'rayman. Bo'p turadi o'rtoq. Shu yerdaman, eshik xizmat bo'lsa kelgan. Erkak emas ekansiz. Ukam, sen ham erkak bo'lsang kelaverasan.